Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun Radius Agrotech kompaniyasiga kelganmiz. Radius Agrotech kompaniyasida Shahzod do'stimiz Lowell 500 tur traktor haqida qisqacha obzor qilib beradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Charchimaysiz aka. Lowell 504 traktorimiz. Bu traktorimiz asosan 50 ot kuchi bilan 50 ot kuchi. Buni asosan bog'larga ishlatilishga, qishloq xo'jaligida ularga keng foydalanadi. Buni qulayliklar tomonligi bular banishni orqali va orqasi ham tortadi. Bu traktorimizda konditsionerlari mavjud. Qulayliklaridan salonimiz keng jihozlangan. Traktorimizni katta qulayliklaridan biri bu oldiga ham 4 ta skor, ham orqaga ham 4 ta skor. Bemalol oldiga ham orqaga ham bemalol foydalansa bo'ladi. Bu traktorimizni orqa tomonidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu traktorda ikkita silindr bilan jihozlangan, yuk ko'taradiganimiz. Bu silindrlarimiz obratniy pastga ham bosadi, ham tepaga ham ko'taradi. Bu qulaylikka ega. Vom tomoniga keladigan bo'lsak, bular 540 ming oborotda ishlatsa bo'ladi. Bular bemalol ishlatilsa bo'ladi. Traktorimiz tormozning sistemasi havo bilan jihozlangan. Havo orqa tomonda havo bachoklari bu. Endi bu traktorimiz haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldik. Hozir bir yurishi, qanday qulayliklariga ega salon qismlarini ko'rsatsangiz. Bo'ldi. Salon qismlari salon qismlari. Bu orqa tomondan 540 ming oborotda vomni ishlatadigan richagimiz. Keyin bu tomondagi esa bu skorimiz 1 dan 4 gacha. Buni bosib, solib, keyin bunda oldiga va orqaga bemalol foydalansak bo'ladi. Buni skorga solib qo'yib, bundan oldi orqaga foydalanaveramiz. Traktorimiz ikki xil rejimda yuradi. Toshbaqa, sekinroq, quyon. Bu sal tezroq degani. Harakatlansak bemalol bo'ladi. Traktorimizda hamma sharoitlar bor. Qishloq xo'jaligi uchun bemalol ishlatilsa bo'ladi. Qishloq xo'jaligi uchun qulay va chiqqan texnika. Traktorimiz 4 porshin bilan jihozlangan. Bu radiator qismi, bu konditsioner tomonlari, bu akkumulyatorlari, bu traktorimizni oldi tortgan payti sakrab ketmasligi uchun tosh qo'yilgan. 4 ta toshimiz ham bor. Good. Shahzod, yana bitta savol. Bu Lowell 504 traktorini haydayotganda fermer akalarimiz qiyinchilik tug'dirmaydimi? Bu traktorimiz zamonaviy, o'ta
zamonaviy ishlangan. Bu traktorimiz qancha yuk tashisa ham, dalada yursa ham, ko'chalarda yursa ham buni rollari gidravlический qilingan. Hamma sharoitlari bor buni. Bu umuman yuk tashishda ham bu anaqa qilinganda qiyinchilik tug'dirmaydi bu traktorimiz. Menimcha sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Kimga Lowell 504 traktori kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hammaga katta rahmat.